11-chi xona qaysi? Mushumi 11? Avval ana emasmi? Biz xona shu yerga. 11 ariq xonasi. 11-chi xona qaysi edi? Ana uyda. 11-chi xona. Mana buni uyda. Xonalarni bir uyda qo'ying. Nima qilibdi? Men shu yerda o'qiganman-ku. Mana 8-maktab o'qigan sinfimiz mana. Biz sinfimiz. Biz sinfimiz mana shu. 8-maktab. Mana yerda mehnatxona bo'ladi. Abdubalik eslaysanmi? Jo'rabek xonasi edi u. Naraqda Dilorom opani xonasi edi. 8-xona. Ha? Shu yoqdan chiqasanmi? Mana zina edi mana. Mana 8-maktab. Bir paytlar shu yerda dumonlashib, qo'shib, urishib, sinf borlari bilan boshqa bilan urishib katta bo'lganmiz. Bu adabiyot xonasi edi. Bu yana bir qanaqa xonasi edi. Mana 10-xona edi. 10-xona matematika, Dilorom opani xonasi edi. Mana bufet bo'lardi. Aktivniy zal. Direktorning xonasi, hozir bilmayman nima xona. Chiqish, sport zal. Zavuchimiz xonasi edi. O'qituvchilar xonasi ham maktab dars o'qiydi. Mana 14-xona edi. Toyir akaning xonasi. Toyir akaning xonasi katta xona edi ustidan. Mana stoloy xona edi. Bu kutubxona o'qiydi. Kutubxona tepada edi. Past. Bunda 78 da o'qirdi. Bunda A sinf o'qirdi. Dilorom opani xonasi. Mana biz xona, birinchi sinfda biz xona. Ustoz, biz shunda birinchi sinfda o'tganmiz-da. Birinchi sinfda shu yerda o'qiganmiz-da biz. Shuni bir videoga olib qo'ying deb. Mana u rus tili o'quvchilarniki edi. Bunda katta zal bo'lardi. Bunda nolovoy edi. Alaykum assalom. Mana maktab mana yerda. Birinchi qo'ng'iroq, oxirgi qo'ng'iroq bo'ladi. Mana bu maktabga kirib esladim-da. Charchamangizlar.